Qizlar hozir konsultatsiya payti, lekin sizlarga bu narsani aytib ketishim kerak. Menga bitta bemor keldilar. Mana rengenimizda bu bola rengenni ko'rgan odam 6 oylik bola deb o'ylashadi, lekin aslida 2 yoshli bolaniki golovka razmeri juda ham kichkina bo'lgan. Bu muammoni bilganlar o'zlari. Ya'ni 6 oylik paytda rengen qilingan paytda golovka razmeri juda ham kichkina bo'lgan. Juda ham kichkina bo'lgan. Shu paytda o'zida bu bola nazoratga olib, damba-dam massaj, elektroforez olib, o'sish jarayonini tekshirish kerak bo'lgan, lekin ortoped tomonidan bu narsa yaxshi tushuntirilmagan va bola 2 yoshga yetgandan keyin olib kelishyapti. Уже bu operasionniy bola hisoblanadi. Qizlar bekorga 1 yoshgacha bo'lgan bolani bir marta bo'lsa ham rengen qildirish kerak demayman. Mana sizlarga isboti. 2 yoshli bola уже operatsiya qildiriladi, lekin yaxshi o'tadi, xudo xolasa, baribir tig'tagiga kirib chiqadi bola. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Agar buni operatsiya qilmasa, bol golovkamiz ham yemirilib ketib qoladi.